Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzu haqida gaplashamanki, bu har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Balki hozirgina qo'lingizda kommunal xizmatlari uchun kvitansiya bilan o'tirgandirsiz va ularni qanday to'lashni o'ylayotgandirsiz. To'xtang, shoshilmang. Chunki bugun men sizga davlatimiz tomonidan nafaqaxo'rlarga berilgan ulkan imkoniyat haqida gapirib beraman. Siz bilmagan yoki e'tibordan chetda qoldirgan 5 ta kvitansiya mavjudki, ularni to'lashga mutlaqo majbur emassiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, big parent kompensatsiya huquqiga egasiz. Bu axborot juda muhim va har bir keksa inson uchun hayotiy ahamiyatga molikdir. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va hech bir tafsilotni o'tkazib yubormang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, uzoq yillar davomida ko'plab nafaqaxo'rlarimiz o'zlarining shaxsiy budjetlaridan kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirib kelishdi. Elektr energiyasi, gaz, suv, chiqindi yig'ish va hatto uy-joy xizmatlari uchun har oy katta mablag'lar sarflanardi. Bu ayniqsa past daromadli nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'lib, ularning hayot sifati va ovqatlanishiga ta'sir qilardi. Ko'pincha kvitansiyalardagi summalarni ko'rib, nafaqaxo'rlarimiz xo'rsib qo'yishar, mablag' yetkazish uchun o'zlarini ko'p narsadan mahrum qilishga majbur bo'lishardi. Davlatimiz ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri aholining zaif qatlamlarini himoya qilish, ularga munosib turmush sharoitini yaratib berish hisoblanadi. Va so'nggi yillarda bu yo'nalishda sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Ilgarilari albatta ba'zi imtiyozlar mavjud edi. Lekin ular ko'pincha cheklangan bo'lib, hamma uchun birdek ochiq emasdi. Ko'pincha ushbu imtiyozlarni olish jarayoni murakkab byurokratik to'siqlar bilan bog'liq bo'lib, keksalarimiz uchun qog'ozbozlik va idora yugurish jiddiy muammo tug'dirardi. Hamma ham bu imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotga ega emasdi. Natijada ko'pchilik o'z huquqlaridan bexabar holda to'lovlarni amalga oshiraverardi. Bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator qonun hujjatlari va qarorlar nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari va ba'zi boshqa toifadagi fuqarolar uchun kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni kompensatsiya qilish tizimini soddalashtirdi va kengaytirdi. Endilikda ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ayrim kvitansiyalar bo'yicha muddatli kompensatsiya belgilangan. Bu shuni anglatadiki, siz ushbu xizmatlardan foydalanishda davom etasiz, lekin ularning to'lovini davlat o'z zimmasiga oladi. Bu katta yangilik azizlar. Ammo afsuski, bu imkoniyat haqida hamma ham bilmaydi. Ba'zilar kvitansiyalarni qabul qilishda davom etishadi va eski odat bo'yicha ularni to'lashadi. Lekin endi siz bilasiz va bilganlaringizni atrofdagilar bilan bo'lishingiz kerak. Bu tizim aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, keksalarimizning nafaqasidan ortib qolgan mablag'ni o'zaro ehtiyojlariga sarflashlariga, masalan, dorilar, oziq-ovqat yoki nabralarga sovg'alar olishlariga imkon yaratishga qaratilgan. Bu faqatgina bir necha kvitansiya to'lamaslik emas, balki bu davlatning o'z keksa avlodiga bo'lgan hurmati va g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas? Keling, nafaqaxo'rlarimiz to'lashga majbur bo'lmagan va big parent kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lgan 5 ta kvitantsiyani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu imtiyozlar asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va prezident farmonlari bilan tartibga solinadi. Big elektr energiyasi uchun kvitansiya. Bu eng keng tarqalgan va har bir uyda mavjud bo'lgan xizmatdir. Elektr energiyasi har bir uy-joyning asosiy ehtiyoji bo'lib, uning to'lovi ko'pincha oilaviy budjetning sezilarli qismini tashkil etadi. Nafaqaxo'rlar uchun ushbu kvitansiya bo'yicha bir kompensatsiya olish imkoniyati mavjud. Ammo bu hamma nafaqaxo'rlarga ham tegishli emas. Odatda bu imtiyoz quyidagi toifalarga beriladi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, yakkahon nafaqaxo'rlar, o'zi yashaydigan, qarovsi bo'lmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, ayniqsa va guruh nogironlari. Ba'zi hollarda kam ta'minlangan oilalarda yashovchi nafaqaxo'rlar ham mahalliy hokimiyat organlari qarori bilan qo'shimcha yordam olishlari mumkin. Misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 25 yoshli yolg'iz nafaqaxo'r Fotimaya bor. U
har oy elektr energiyasi uchun o'rtacha 20 ming so'm to'laydi. Uning pensiyasi 20 million 200 ming so'm. Bu uning pensiyasining ambandini tashkil qiladi. Bu kichik summa emas. Agar Fotima aya yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirsa, masalan, yakkaxon nafaqaxo'r bo'lsa, u bu 20 ming so'mni to'lashga majbur emas. Davlat ushbu summani to'liq qoplab beradi. Ya'ni uning kvitansiyasida to'langan nol so'm yozuv turadi yoki unga keladigan kvitansiyada kompensatsiya hisobga olingan holda summa ko'rsatiladi. Bu Fotima ayaning cho'ntagida qo'shimcha 20 ming so'm qoladi degani. U bu pulni dorilarga yoki boshqa muhim ehtiyojlarga sarflashi mumkin. Yoki boshqa misol. Qarshilik yetim yoshli urush qatnashchisi Bobur ota. Uning elektr to'lov 20 ming so'm. Agar u tegishli imtiyozga ega bo'lsa, bu summani to'lamaydi. Natijada u oyga 40 ming so'm tejaladi. Kim xavotir olishi kerak? Urush qatnashchilari, yolg'iz nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan keksalar. Kimga kerak emas? Agar siz oddiy nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning oilangizda boshqa ishlaydigan a'zolar bo'lsa yoki siz yuqoridagi toifalarga kirmasangiz, ushbu imtiyoz sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. 2. Tabiiy gaz uchun kvitansiya. Isitish va ovqat pishirish uchun gaz ham hududimizdagi aksariyat uy-joylar uchun muhim xizmatdir. Gaz uchun to'lovlar, ayniqsa qishki isitish mavsumida juda katta miqdorlarni tashkil qilishi mumkin. Elektr energiyasida bo'lgani kabi gaz uchun ham mibarday kompensatsiya imtiyozi mavjud. Kompensatsiya olish shartlari elektr energiyasi uchun bo'lgan shartlarga o'xshash. Urush qatnashchilari va nogironlari, yakkaxon nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Misol, Samarqand viloyatida yashovchi 25 yoshli ma'mura bu birinchi guruh nogironi. Uning kvartirasida gaz isitish tizimi mavjud. Qish oylarida uning gaz uchun to'lovi 30 ming so'mdan oshishi mumkin. Agar ma'mura bu nogironligi tufayli tegishli imtiyozga ega bo'lsa, u bu ulkan summani to'lashga majbur emas. Davlat bu xarajatni to'liq qoplaydi. Bu ma'mura bu uchun oyga 300 ming so'm tejash degani. Bu uning shifokor nazoratidan o'tishi yoki maxsus ovqatlanishi uchun juda katta yordam bo'ladi. Agar u bu imtiyozdan bexabar bo'lib o'zi to'lab kelgan bo'lsa, bu jiddiy xato. Kim xavotir olishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifaga kiruvchi nafaqaxo'rlar kimga kerak emas? Oddiy nafaqaxo'rlar, agar ular oilada yashayotgan bo'lsa va imtiyozli toifaga kirmasa, o'ti sovuq suv va kanalizatsiya uchun kvitansiya. Suv hayot manbai. Suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari ham nafaqaxo'rlar uchun muhim ehtiyojdir. Bu kvitansiyalar ham odatda yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar uchun 100% kompensatsiya qilinadi. Urush qatnashchilari va nogironlari, yakkaxon nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Misol, Buxoroda yashovchi turmush o'rtog'idan ajragan 68 yoshli Xolida opa. U yakkaxon nafaqaxo'r sifatida ro'yxatga olingan. Uning har oylik sovuq suv va kanalizatsiya uchun to'lovi 1000 ming so'm. Agar Xolida opa tegishli imtiyozlarga ega bo'lsa, u bu summani to'lamaydi. Davlat xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bu summani bevosita o'zi to'laydi. Xolida opaning pensiyasidan bu mablag' tejab qolinadi. Bu kichik summa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin nafaqaxo'rning har bir tiyini hisobli bo'lganda bu ham katta yordamdir. Kim xavotir olishi kerak? Imtiyozli toifadagi barcha nafaqaxo'rlar. Kimga kerak emas? Oddiy nafaqaxo'rlar. Dard, maishiy chiqindilarni olib ketish uchun kvitansiya. Axlatni olib ketish xizmati ham barcha fuqarolar uchun majburiy hisoblanadi. Bu xizmatning to'lovlari ham ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun to'liq qoplanishi mumkin. Ushbu kompensatsiyaga ham yuqoridagi imtiyozli toifalar kiradi. Urush qatnashchilari va nogironlari, yakkaxon nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Misol, Farg'onada yashovchi 2 yoshli Nodira opa 2-guruh nogironi. Uning chiqindi yig'ish uchun oylik to'lovi 20 ming so'm. Agar u nogironligi sababli imtiyozga ega bo'lsa, bu summani to'lashdan ozod qilinadi. Bu oyga 5 ming so'm tejash bo'ladi. Bu esa yiliga 5 ming so'm degani. Bu pulga Nodira opa o'ziga yaxshi kitob yoki biror kerakli buyum sotib olishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar. Kimga kerak emas? Boshqa nafaqaxo'rlar. 5. Uy-joyni saqlash va ta'mirlash uchun Vita TSHC xizmatlari.
Bu kvitansiya asosan ko'p qavatli uylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun dolzarbdir. Uy-joy mulkdorlari shirkati TSJ tomonidan ko'rsatiladigan bu xizmatlar umumiy foydalanishdagi joylarni, ayvonlar, yo'laklar, liftlar tozalash, uyni ta'mirlash fondiga mablag' ajratish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bu kvitansiya ham ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun moddiy kompensatsiya qilinadi. Urush qatnashchilari va nogironlari. Yaqqahon nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Misol, Andijonda yashovchi 79 yoshli urush faxriysi Abdug'ani bobo o'zining ko'p qavatli uyidagi TSHS xizmatlari uchun har oy 45 ming so'm to'laydi. Urush faxriysi bo'lgani sababli unga bu xizmat uchun mid kompensatsiya beriladi. Ya'ni u bu summani to'lamaydi, davlat qoplaydi. Bu Abdug'ani boboning cho'ntagida oyga 45 ming so'm, yiliga esa 240 ming so'm qolishi degani. Bu mablag' u uchun dorilarga yoki boshqa shaxsiy ehtiyojlarga katta yordam bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar. Kimga kerak emas? Shaxsiy uyda yashovchi yoki imtiyozli toifaga kirmaydigan nafaqaxo'rlar. Muhim eslatma. Yuqoridagi barcha kompensatsiyalar odatda nafaqaxo'r ro'yxatga olingan manzildagi bir oilaga beriladi. Agar bir manzilda bir nechta imtiyozli nafaqaxo'r yashasa, kompensatsiya ulardan biriga beriladi. Shuningdek, kompensatsiya olish uchun sizning shaxsiy byudjetingiz yoki oilangizning umumiy daromadi ma'lum me'yorlardan past bo'lishi talab qilinishi mumkin. Ammo yuqorida sanab o'tilgan alohida imtiyozli toifalar urush qatnashchilari, nogironlar uchun bu cheklovlar kamroq qo'llaniladi yoki umuman qo'llanilmaydi. Har bir holatda davlat xizmatlari markazlaridan aniq ma'lumot olish zarur. Asosiy qism 2. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa bu imtiyozlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Oxir har bir qonun yoki qoida o'zining tafsilotlariga ega bo'ladi. 1. Qonunchilikdagi o'zgarishlar va mahalliy hujjatlar. Davlatimiz qonunchiligi doimiy ravishda takomillashib boradi. Shu sababli imtiyozlar bo'yicha qabul qilingan qarorlarga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Bugungi kunda dolzarb bo'lgan ma'lumot ertaga biroz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun vaqti bilan davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlardan ma'lumot olib turishni tavsiya qilaman. Ba'zi imtiyozlar mahalliy hokimiyat organlari, hokimliklar qarorlari bilan ham belgilanishi mumkin. Ular hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'shimcha yordamlar ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun o'z yashash joyingizdagi mahalla komiteti bilan ham bog'lanish foydadan xoli emas. 2. Hujjatlar yig'ishdagi talablar va ularning o'zgarishi. Kompensatsiyani rasmiylashtirish uchun ma'lum bir hujjatlar to'plami talab qilinadi. Bu odatda pasport, pensiya guvohnomasi, imtiyozga asos bo'luvchi hujjat. Masalan, urush qatnashchisi guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Agar oila a'zolari bilan yashasa, yashash joyidan ma'lumotnoma va boshqalar. Eng muhimi, ba'zi hollarda bu hujjatlar ro'yxati o'zgarishi yoki yangi talablar qo'yilishi mumkin. Masalan, oilaning daromadlari haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin, agar imtiyoz faqat kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bo'lsa. Har doim murojaat qilishdan oldin kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab olish juda muhim. Aks holda hujjat yetishmasligi sababli arizangiz rad etilishi mumkin. Qo'shimcha imtiyozlar va ularni bilmaslik. Ba'zi nafaqaxo'rlar, masalan, yaqqahon keksalar yoki nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar yuqorida sanalgan 5 ta kvitansiyadan tashqari boshqa imtiyozlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Bu, masalan, tibbiy xizmatlar, yo'lkira yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha keksalarimiz bu imtiyozlar haqida bilmaganliklari sababli ulardan foydalana olmaydilar. Har bir shaxsning imtiyozlari individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy maslahat olish juda muhim. 4. Mablag'larni noto'g'ri hisoblash yoki kompensatsiya muddatlari. Ba'zida texnik xatolar tufayli kommunal xizmatlari uchun to'lov kvitansiyalarida kompensatsiya summalari noto'g'ri ko'rsatilishi yoki umuman hisobga olinmasligi mumkin. Bunday holatda albatta bunga e'tibor qaratish va tegishli tashkilotga murojaat qilish lozim. Shuningdek, kompensatsiya har doim ham darhol kuchga kirmasligi mumkin. Rasmiylashtirish jarayoni ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Masalan, siz hujjatlarni topshirgan oydan keyingi oyda kompensatsiya hisoblab chiqilishi mumkin. Agar siz allaqachon to'lab qo'ygan bo'lsangiz, lekin kompensatsiya huquqiga ega bo'lsangiz,
ortiqcha to'langan summani qaytarib olish yoki keyingi to'lovlar hisobiga o'tkazish imkoniyati mavjud. Bu haqda ham davlat xizmatlari markazlarida aniq ma'lumot olish mumkin. 5. Aldanishlar va firibgarliklar. Afsuski, ijtimoiy himoyadan foydalanayotgan keksa avlodni nishonga oladigan firibgarlar ham uchraydi. Sizga qo'ng'iroq qilib, kompensatsiyani rasmiylashtirishda yordam beramiz deb shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank kartangiz raqamlarini so'rashlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangizning PIN kodi yoki 3 xonali CVC kodi kabi maxfiy raqamlarni notanish shaxslarga bermang. Davlat tashkilotlari hech qachon telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Barcha jarayonlar rasmiy idoralar orqali amalga oshiriladi. Shubhali holatlarda darhol huquq tartibot organlariga yoki yaqinlaringizga xabar bering. 6. Tinchlik davrida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiylarning ota-onalari va bevalari. Bu shaxslar ham alohida imtiyozli toifaga kiradi. Ularga ham ko'plab kommunal xizmatlari uchun 100% kompensatsiya berilishi mumkin. Bu qo'yda ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, lekin bu ham davlat tomonidan ko'rsatiladigan katta e'tibordir. Misol uchun, shunday qiyin ahvolga tushgan bir oila vakili, masalan, halok bo'lgan harbiyning onasi, kommunal to'lovlardan butunlay ozod qilinadi. Bu ularning og'ir hayotiy sharoitlarida biroz bo'lsa ham yengillik berishga qaratilgan. Bularni bilish sizni ko'p muammolardan qutqaradi va o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Har doim to'liq va aniq ma'lumotga ega bo'lishga intiling. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu imtiyozlarni rasmiylashtirish mumkin? Men sizga bosqichma-bosqich yo'riqnoma beraman. Ilk qadam, o'z imtiyozli maqomingizni aniqlashtiring. Avvalo, siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalardan biriga kirasizmi yoki yo'qmi? Aniqlab oling. Ya'ni, siz urush qatnashchisimisiz, nogironmisiz, yakkaxon nafaqaxo'rmisiz, Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganmisiz yoki xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiyning yaqin qarindoshimisiz? Agar sizga shubha tug'ilsadagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga qanday imtiyozlarga ega ekanligingiz haqida to'liq ma'lumot berishadi. 2 qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun quyidagi hujjatlar ro'yxati talab qilinadi. Bu ro'yxat vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun oldindan aniqlashtirish shart. Pasport, asal nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asal nusxasi. Imtiyozni urush qatnashchisi guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi, Chernobil AESda ishtirok etganlik haqidagi guvohnoma. Agar yakkaxon nafaqaxo'r bo'lsangiz, mahalla komitetidan yakkaxonligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi bu oilaviy holatingizni tasdiqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Uy daftari yoki kadastr hujjatlari, yashash joyingizga egalik huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Bank hisobvarag'i raqami agar kompensatsiya pul shaklida beriladigan bo'lsa, lekin ko'pincha u bevosita xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga o'tkaziladi. Yashash joyingizdan oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalladan olinadi. 3 qadam murojaat qilish joyi. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng, siz quyidagi idoralardan biriga murojaat qilishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay va tezkor variant. Ular yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va sizning arizangizni tegishli idoralarga yuborishadi. Keksalarimiz uchun qog'ozbozlikni kamaytirish va jarayonni soddalashtirish maqsadida yaratilgan. Har bir tumanda bunday markazlar mavjud. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu yerda sizga pensiya va imtiyozlar masalasida to'liq maslahat berishadi, hujjatlarni qabul qilishlari mumkin. Mahalla komitetlari, ba'zi hollarda mahalla komitetlari ham arizalarni qabul qilib, tegishli idoralarga yo'naltirishi mumkin yoki hech bo'lmaganda sizni qayerga borish kerakligi haqida to'g'ri yo'naltira oladilar. Eslab qoling, o'zingiz borishingiz shart emas. Agar sizga jismonan borish qiyin bo'lsa, vakilingiz, masalan, farzandingiz yoki nabrangiz sizning nomingizdan ishonchnoma asosida murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarius tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak. 4 qadam, arizani to'ldirish va topshirish. Murojaat qilgan idorangizda sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi. Arizani to'g'ri va to'liq to'ldirish juda muhim.
barcha ma'lumotlar aniq va to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Hujjatlaringizni topshirganingizdan so'ng sizga arizaning qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi qog'oz yoki raqam beriladi. Uni saqlab qo'ying, chunki u orqali arizangizning holatini tekshirish mumkin bo'ladi. 5 qadam. Kuzatuv va natijani kutish. Arizangiz ko'rib chiqish jarayoni ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Odatda bu bir necha ish kundan bir necha haftagacha davom etadi. Kompensatsiya sizning kvitantsiyalaringizda avtomatik ravishda aks etadi. Ya'ni sizga keladigan yangi kvitansiyalarda nol yoki kompensatsiya hisobga olingan summa ko'rsatiladi. Agar qandaydir muammolar yuzaga kelsa yoki uzoq vaqt davomida javob olmasangiz, arizangizning holatini tekshirish uchun murojaat qilgan idorangizga qayta murojaat qiling. 6 qadam. To'lovlarni nazorat qilish. Kompensatsiya rasmiylashtirilgandan so'ng ham sizga keladigan kvitansiyalarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Unda kompensatsiya hisobga olinganmi? Agar qandaydir xatoliklarni sezsangiz, darhol tegishli kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Eslab qoling, sizning huquqlaringiz bor va siz ulardan foydalanishga haqlisiz. Ko'pincha keksalarimiz o'z huquqlarini bilmasdan yoki biroz dangasalik qilib to'lashda davom etishadi. Bu juda katta xato. O'zingiz va oilangiz uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlarim, bugungi videoda men sizga nafaqaxo'rlarimiz to'lashga majbur bo'lmagan 5 ta kvitansiya, elektr energiyasi, tabiiy gaz, sovuq suv va kanalizatsiya, maishiy chiqindilarni olib ketish va uy-joyni saqlash va ta'mirlash xizmatlari uchun to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Siz ushbu xizmatlar uchun bitbiringiz kompensatsiya olish huquqiga egasiz. Agar siz ma'lum imtiyozli toifaga kirsangiz, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yakkaxon nafaqaxo'rlar, Chernobil avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, tinchlik davrida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiylarning ota-onalari va bevalari. Men sizga bu imtiyozlarni rasmiylashtirish bo'yicha aniq amaliy qadamlarni tushuntirdim. Eslatib o'taman, davlat tashkilotlari sizning qo'ng'iroqlaringizni va murojaatlaringizni kutmoqda. O'z huquqlaringizdan to'liq foydalaning. Bugun olgan bilimingizni atrofdagilar bilan bo'lishing. Farzandlaringiz, nabiralaringiz, qo'shnilaringiz bilan ushbu videoni ulashing. Balki ularning orasida ham bu imtiyozlar haqida bilmaydiganlar bordir. Har bir keksa inson bu yordamdan foydalanishi kerak. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, izohlarda ushbu video haqida o'z fikringizni yozing. Siz ushbu imtiyozlardan foydalanasizmi? Yoki bu haqda endi bildingizmi? Ehtimol sizda qo'shimcha savollar bormi? Ularni izohlarda yozing. Biz javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.